Assalomu alaykum aziz muxlislarimiz, bizni ko'rguvchi o'sha kanal shinavondalar. Mana hozir men bitta muammo bo'lib turibdi shu O'zbekistonda. Men prezidentimiz ko'ryapti Shavkat Miromonovich. Men sizga aytib o'taman bu narsalarni. Bu narsalarni aytmasak bo'lmaydi. Hali pensiya oylik oshgani yo'q. Bu telefon kompaniyalari ko'tarilyapti narx. Nimaga bu ko'tariladi? Hozir meniki men 37 ming so'm to'lardim. Sizlarning 46 ming. 9500 so'm qo'shilyapti bunga. Bilmayman bu xalq molmi? Xalq eshakmi bu? Xolaganaqa xususiy bo'lsa, olib ket, qaysi davlatniki bo'lsa. Nima qilasan bunaqa ko'tarib O'zbekistonda? Men ikkinchi guruhga nogironman, pensiya olaman. Pensiyam yetmayapti. Qonimga qilamanmi yo telefon kompaniyasiga qilamanmi? O telefon kompaniyada o'tirgan rahbar. Ustingga hozir xalqni yiqib qo'ymay kerak bo'lsa. Oldirib tashlayman bu raqamini uchirib tashlay. O'zi sviyasing yaxshi emas. Belayinga qatdan azob qolgan ekanmiz. Belayinda ishlayapman men. Men kuzatadigan muxlislarim. Mana hozir Belayin kompaniyada ishlayapman men. Qarab, narxni ko'tarib qo'yapti bular. Bular xolaga narxini qo'yib olyapti xalqqa. Bu qanaqadir nima degan so'z? O'zi xalq qiynalib turgan bo'lsa, ishteni yo'q, chiqatda ishlash isteni yo'q. Ish bo'lmasa bitta joyda, madgorlikka borib ham ishlab kelsangiz, endi telefondan bunday qiziqib, foydalanib, telefon ko'ramiz deb xursand bo'lsangiz, bular narx ko'targan. Kimiki u kompaniya kimiki? Taboyvachaniki bo'lsa, ehson qil, insof qil O'zbekistonga. Qurbing yetmasa nima qilasan ko'tar narxni? Narxni ko'tarasan, xalqni qiynaysan. Men shu aytib O'zbekiston davlatiga prezident bo'lganimda, hamma kompaniyani olib tashardim shu. Tekin qilib qo'yardim xalqqa. Xalq tekin ishlatardi. Qachongacha bu asablar nimasi bo'ladi? Tilimizni, dilimizni ketimizga qilib yashaymiz. Prezidentim siz ko'ryapsiz, prezident, mana ko'ring bu narsalarni. Biz sening megabaytingdan foydalanganim yo'q bo'lsammi? Berganing bilan bu telefon tarifing monda ishlamasa, mana bu joyimga kel, men Chimyonda yashayman. Chimyonda shu sihatgohlarda oldida ishlamaydi monda telefoning. Hamma nolyapti, Belayin ishlamaydi, Belayin bunday. Nima kerak bor buni narxni ko'tarishdi? Xalqni qiynayapti. Narxini ko'tarasan, unday deysan, hech kim ishlamasa O'zbekiston davlatida. O'zbekistonda yashash qiyin bo'lsa, oson bo'lsa ekan, unday qo'q qo'lsang, muncha to'la deb. Mana Qirg'iziston davlatimizga yaqin turadi, mana Qirg'izistonga biz chegaramiz. Qirg'iziston bizni o'zbek tilimizga 17 ming so'm. 24 ming 17 ming so'm. Bir oyga o'sha Bitter Cartel degan kompaniyalar. Nima uchun bizda qimmat hamma yo'q? Bu biz korrupsiyani yo'qotamiz, prezidentim ko'ring, bu korrupsiya shularda ishlayapti, ponni tevada ishlayapti. Bu kim bajaryapti buni? Men O'zbekistonda o'zbegiman men. Men chetdan kirib kelganim yo'q. Asabim o'ynab qoldi hozir o'tirib. Bir pasda 37 ming to'layapman, shuni ham aytib qiynalib to'layapman. Oldin 15 ming to'lardim. Sizlarning bu oradan vaqt o'tib turib 37 mingga chiqdi. Endi 46 ming 500 so'm to'laysan. 9500 so'm qo'shyapti. 2 ming, 3 ming qo'sh. Shuncha ham qo'shadimi odam? Qatta chiqqanmi bilmayman bu nima. Sizlarga kim buyruq beryapti bilmadim men. Shu buyruq beradigan qanaqadir tashkilotlar bormi deymanda, rahbarlaring bormi tevada o'tirib olib. Pul qilishdan boshqa narsani ko'rmayapmiz biz. Pul bo'lyapti-da xolosda, bu xalqni qiynash bo'lyapti. Xalqni izish bo'lyapti. O'zing narxni ko'tarasan, o'zing pulingni oshirasan. Meni oilamdan, meni qishlog'imdan Belayin kompaniyada hech kim ishlamaydi.
U shaharda ishlaydi xolos. Qancha oylik olyapti, qancha so'm olyapti bular. Nima bo'lyapti va hokazo. Hech kim bilan ishi bo'lmaydi. Yashash qiyin bo'lyapti uning ustiga. Yashash qiyin. Oson emas yashash. Mana davlatimiz pensiyaga qo'shildi, oylikka qo'shildi, siz qo'shgan ko'targin. Hali oylik pensiya chiqib ko'tarilmasdan burun birpasda narxini ko'tarib olyapsan hamma. Men yana qaytarib gapiraman, mana men qaytarib gapiryapman. Gapirmasdim, meni gapirishga majbur bo'lyapman. Mani bobom o'sha Qo'qon taxtida o'tirgan. Qo'qon taxtini boshlab bo'lgan Said Amir Husaynxon degan odam. Men o'shani chevarasi bo'laman. Men buni chiqib gapiryapman. Hali bir joyda gapirganim yo'q edi. Yana majbur bo'lyapman gapirishga. Mani bobomning davrida bunaqa telefon degan narsa bo'lmagan. Xabarchi o'sha pochtachilar bo'lgan, o'sha pochta xat tashuvchilar bo'lgan. Shularga ham soliq qo'ymagan. Qattandir shu matoq kelib qolibdi. Shuni narxini ko'tarasan hammen. Qiynavarding-u, qayerga borib yashash kerak? Kimga darding, hali aytib bilaman. Hali onangni qozi olib borsa, dardingni kimga aytsan bo'lyapti-da. Xohlagan narxini ko'tarib chiqarasanlar, boshqa narsa qilasan. Abaka kelib meni joyimga o'tirganda, kompaniya o'zi monda ishlamaydi. Kechasiga umuman suyazam yo'qolib qoladi. Mana hozir 0611 ga telefon qilsa, olmayapsan nimaga? Mutaxassislar band. Qo'rqyapsan sen, xalqdan qo'rqasan. Xalqni ko'tarib olaman ustingga, xalqni olib chiqib qolma. Nima bo'lishini bilasan ne? Sen bilmasakansanlar kimdir? Xalqda bu o'zbek bir qaynagandan keyin buni to'xtatib bo'lmaydi. Iltimos, buni narxini tushiringlar pastga. O'rnidan qolsa nima kerak bor buni? Senlarga kim beryapti byuroni? Ko'tar. Buni narxini ko'tar, buniki narxini ko'tar. Hali pensiya oylik ko'tarilmasdan burun ko'tarib qo'yapsan narxini. Oddiy xalqni o'ylayapsanmi, o'ylamayapsanmi? Yo oddiy xalq o'lganmi, qiynalganmi? Biz qiynalib yashayapmiz-da, oson yashaganimiz yo'q. Men qiynalib ketdim-ku bunaqa narsa narxlardan. Bir tomondan da yordam beraxon, pirkilaxon joyi bo'lsa ekan, chiqib gapirsan. Men mana YouTube kanalida blogerman. Hali bir chaqa pul olganim yo'q, bir so'm pul olganim yo'q men bundan. Men pulni ko'chadan yig'ishtirib olmayman. Mehnat qilib topaman men. Mehnat qilaman, qiynalib topaman. Hozir mana nogironman. 9 milliondan pensiya olyapman. Qonimga qilamanmi yo telefoningga to'laymanmi? O'ylamayapsan-da, xalqni o'ylamayapsan bittangdan. Iltimos xalqni o'ylanglar. O'sha telefon kompaniyasida o'tirganlar, xalqni o'ylanglar. Bir xalq qo'zigandan keyin ariyoga nima desam, kaltakni tiqqandan keyin to'zigandan keyin buni to'xtatib bo'lmaydi. Bu yomon bo'ladi hali bu narsa. Qiynalib ketganimizdan gapiryapman-da, qiynalib ketganimdan. Shu hozir kelyapti, menga soобщение kelyapti, 46500 so'm to'laysiz oyiga. 37 ming so'm to'lardi. Mana hisoblab ko'ring, 9500 so'm yozyapti bular. Menda o'ylab ko'ring, bitta nonni 2,5 ming so'mdan sotyapti bizning joylarda. Non hali narxi oshgani yo'q. Sani telefoning narxi oshaveradi, ko'tarilaveradi. Nima xalq milliardermi? Boyvachami xalq? Meni ko'rib turgan o'sha tarmoqdagilar, o'sha blogerlar, buni tarqatinglar ko'plik odamga. Obunachilarni ko'paytiringlar. Obunalarni menga bosinglar, bu ko'rsin. Prezidentga kirib borsin, prezident ko'rsin buni. O'zimni prezidentimni biz saylaganmiz. Endi ba'da bir xalqni bo'lyapti ular, qiynab olyapti-yu. Bir xalqni dardini ochamiz desa, ba'da bir davlatda ichida ishlayotganlar bunaqa ishlarni qilib qo'yyapti. Bu kompaniyalar kimga ishlaydi, uni men bilmayman. Lekin kerak bo'lsa buni ham topamiz, buni kompaniyani ishlatadigan odam topamiz. Ko'chadan nima desam bo'ladi?
davlat tashkilotida harom ishlab, harom pul topgan bo'lsam, sariq turib, mayli 1 million bo'lsa ham to'layveramiz. Topishda keyin bo'lmagandan keyin, bu pul davlat qatdan to'laymiz biz. O'ylab ko'rgan hammang. Bu telefonga narx ko'tarishdan oldin xalqni o'ylab ko'rish kerak. Va xalq bunga javob beraladimi? Xalq buni to'laladimi? O zo'rg'atdan ishlayib turgan bo'lsa, odam xalq zo'rg'atdan ishlayib turgan bo'lsa, mana hozir qish paytdamiz. Mana bu uyimda meva-cheva pishib turgan bo'lsa, bunday sotib olib kelib, sotib turib, pulini qilib turib, olib chiqib to'lab qo'ysang ham bo'laversa ekan, ko'tar. Nima qilasan ko'tarib narxni? Yo xalqni ezib olish bo'lyapti maqsad. Mana shularga men so'rab qolaman. Yashash qiyin bo'lib ketdi. Yashashda qiyin bo'lib ketdi yashash. Mana men bloger bo'lib to'g'ri aytaman, mana tishim ham yo'q albatta, tishim ham yo'q. Shu tishimga ham pul topolmayapman qo'ydirgani. Shu telefon raqam mana otamni nomida. Otamni shu pasportlari bor, serkopiyalar turibdi. Shuni qildim, shu otamni nomi uchib ketmasin, shundan uchib ketmasin. O'zi yo'qotib olgan bo'ldi hamma yo'qda shuni. Insonlar, tevada o'tirgan insonlar, vazirlikda o'tirgan insonlar, deputatlar, ko'ringlar buni. Bular narxni ko'taryapti. Nima kim javob beradi bunga? Qaranglar bu telefon tarmog'idagilarga. Biz korrupsiyani O'zbekistonda korrupsiyani boshlig'i bular bo'lib kelyapti-yu hammasi. Men qarab turaman hammani, kuzatyapman telefonimga pul tashab qo'yib. Bir kunda puling to'lab, oylik tarifing qolmasa 2,5 ming so'mdan o'rasan. Bitta nonni pulini yeyapti. Bitta nonni bilasanmi? Men bitta nonga yarim kun yashayman. 5 ming so'mga bir kun to'liq yashayman. Qornim to'yadi. Bo'lsa bitta non bilan ham kun o'tkazib olsa bo'ladi. Sani narxing qimmat bo'lgandan keyin haqni olishni boshlaydi. Men hozir xalqda mana ko'ryapman, odamlar bilan gaplashyapman, telefon narxi ko'tarib ketyapti. U nima bo'lyapti? Ko'p gapiryapti. Pensiya oshgan yo'q, o'lik oshgan yo'q. Nimaga deydi? Bu telefon tarifi deylar, raqami ko'tarilib ketyapti, pul ko'tarilib ketyapti. Tarif rejani ko'taryapti. O'ylab chiqilish kerak, o'ylab, tevada o'tirganlar, o'ylab chiqilinglar. Ezvormanglar, haqni ezvormanglar. Xalq nima musor bo'lib qolgani yo'q xalq. Xalq musor bo'lgani yo'q. O'sha dilingni ketingga qisib yashaydigan bo'lyaptimi? Aba to'yib ketdi-yu xalq bu xalq. Prezidentim men sizga aytyapman, prezidentim aytaymi bularga bu Beeline kompaniyasini ko'tarishdan oldin bir xalqni bir o'ylab ko'rish kerakmi? Yo bu ham Xitoyga, Rossiyaga qarab ulanib ketganmi? Yo Rossiyanikimi bu kompaniya? Bu ham yo Putinning parakandasiga tushish kerakmi bu? Men eshitdim, Beeline kompaniya Rossiyaniki, Alisher Usmonovga, Palonchuniki, Kunchuniki deb aytilgan. Qiynalyapsiz-ku. Buni o'nab qo'yinglar. Men hali buni ustida yana bitta video qilaman. Bu pulni ko'tarishdan oldin, buni narxini ko'tarishdan oldin xalq bilan kelish kerak. Xalqning dardini bilish kerak. Biz qishloqda yashaymiz, shaharda yashamaymiz. Yashash qiyin. Oson dunyoda yashaganimiz yo'q. Qiyin, azobda yashayapmiz. Iltimos, men prezidentim sizdan so'rayapman. Iltimos, shu Beeline kompaniyasiga, Yusuf bularga hammasiga qarang, bu narx-navoni ko'tarishmasin. Xalq tezishib olmasin. Hozir men 1-dekabrdan boshlab narx-navo oshdi deyapti. 1-dekabrgacha hali oylik pensiya oshsin degan yo'q-ku. Bilmayman bularni men narx ko'tarib ketyapti. Bitta kulcha non 2,5 ming so'm. Sani bitta abonent to'loving bu kunga 2,5 ming so'm. O'zi aslida 500 so'm to'laysan bo'lish kerak shu narsa. Abonent to'lovi.
noncha ham qadrimiz qolmayapti-da u. Bitta nondan ham qimmatchilayapsan qanday. Unaqa qilmanglar. Mana hozir biz ona Oltiariq tumaniga tushdim-man, 2000 so'mdan kulcha non sotyapti. Bitta non 2000 so'm. Beeline kompaniya bir kunga abonent to'lovi 2500 so'm. Ha bu qiynavollaring-u. O'ylab ko'ringlar buni, o'ylab ko'ringlar. Haqni bu nimasiga g'azabiga duchor bo'lib qolmanglar. O'ylab ko'ringlar, iltimos, sizlardan iltimos qilaman. Prezidentim ko'ryapti turgan bo'lsangiz, bularga chora ko'rishingizni so'rayman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Shu bilan bizning kanalimiz o'ziga nihoyasiga yetdi.